Bismillah do'stlar. Bu videomiz inshaalloh uzoqroq bo'ladi. Mikrofonni zaryad tugab qoldi. Subhanalloh, qaramabman. Ovozlar biroz xira chiqsa ham inshaalloh rozi bo'lasizlar. YouTube uchun bo'ladi. Keyin chet elda yurgan do'stlarimiz ham Marg'ilon tinchmikin, qanaqa ekan degan insonlar uchun video qilamiz. Inshaalloh ko'rib bir xursand bo'lib duo qilib qo'yasizlar. Qushlarda narxlari, qushlarda savdolari, mana shu narsalarda hozir video qilaman inshaalloh. Bu bozor Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar kombinat qush bozorida Farg'onada. Inshaalloh ko'rasizlar videoda. Savdo bo'layotgan qushlarda ustiga borib video qilamiz. Nima bo'ldi u radujnilar? Sotamiz aka, keling. Nima bo'ldi? Sotamiz. 95 deyapman men uni. Qaysi birini? Mana u nardi. Beri 95 ga 5000 o'tib beryapsan ekan. 100 ming deyaptimi? 5000 tushib beryapti. Mana radujniydi. Bozorda mana balchiq rangi ekan, mana qaranglar. 100 mingga bas. 100 ming deyapti. Yosh keyin hali bular. Jupini nechi puldan deyapsan uka? 250 ming. Jupini 250 mingdan deyapti ekan. Jupini 200 ming qilib beryapti ekan. Lekin modalarga, narlarga ham jicha bor ekan. Sayyori kam ekan. Radujnilar 200 ming, 250 ming bo'lyapti ekan. Lekin tayyor emas bu qushlar. Buni bana 160 ming deyapti. Buni nechi pul deyapsiz? Beraman. Buni 160 ming deyapsiz. 120 mingga beradilar. 5 ming o'tib ber akaga. 110 ga beraman. Beri qushing ko'p ekan-ku. Kamayib qoldi. O'zini modasi edi hali. Modasi bor edi. Ber ukam. Mana ko'ryapsizlar radujnilar narxi. Hozir mana shu joydagi savdo bo'layotgan qushlarni olib kelamiz. Qani? Prastoylar nechi puldan ekan aka narxi? 200 mingdan jupi mana. Prastoyda ham prastoy bo'lib, prastoy emas ekan, tiniq ranglari yig'ilgan ekan. 200 ming so'mdan ekan. Qushlar narxi 1-2 oy oldin 120 mingdan 150 ming so'mgacha o'rdi. Jupi hozir 120 mingga qiyin bo'lib qoldi topish tayyorini. 200 ming, 180 ming sotishyapti tayyorlarni mana. Ko'raverasizlar. Aka serobmi qushdan? Shu xolos. Nomeringiz nechi? Nomeringizni aytib qo'yaylik. Sotilmay uyga. Yo'q-a? Telefon qilib bosh tortib olishmasin. O'sha oz qopdi mana, ko'p olib chiqqan ekanlar. Lekin odamlar tanlab ichidan olishyapti. 100 ni nechi puldan berdingiz aka? 170 dan beribdilar mana. Mana ular ko'tida tuxumi ham bor ekan, qarang. Ko'tida tuxumi bor. Narlar, shuna. Necha e'tibor kerak ekan bu qushlarga. Assalomu alaykum, kechmisizlar. Mikrofon yo'q, shuning uchun ovozli xato kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Bu nechi pul bular? Jutmi? Yo'q, hammasini. Hammasini nar ekan-a? Bu qushni gideyda 3 ta joyda ko'rdim shekilli bu. Joyini o'zgartiryapsan shekilli. O'zgartirgan. Nechi puldan narlar? 400 mingga, donasi 100 ming. Donasi 100 mingdan? Sendan ham qush ol, haqiqatda. Hech kim savdo qilmayaptimi? Yo'q, savdo qilyapsizlar. 300 ming qil. Ber hammasini. 120 ga bermayapti. Qo'shing. Meni uka 120 yaxshi bo'ldi. O'zi naraganda moda bo'lganda 400 beraveradi. Narlar o'zi serob. Narlar serob, moda kam. Uyda ham hozir narim to'lib yotibdi. Mayli, bittasini olib qo'yaver desam, buni olib kirib olib, keyin ertasiga yana moda oqtarib chiqaman-da, keyin yana bitta nar olib kirib ketaman. Ko'payishadi. Nar ko'payib ketdi ashdan olib. 330 berdingizmi? 120 ga bermayapti. Bering, 30 bering. 330 ga ham bo'lmaydi. Yo'q. 100 ming bo'lishi. Sen ikkoving kim o'rgatdi senga buni? Hech kim o'rgatgani. Ha? Hech kim o'rgatgani.
Kimdir tayinlab jo'natib yubordi shekilli ya buni 300. Ber. Tulovi bor ekan. Ber tulovi bor ekan. Bir oyda zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, donasini necha pulga berasan? Qaysi birini? Mana. 150 mingga beraman. Donasi 100 mingdan deding-ku lekinda. To'rosini olsa 100 ming. Donasi 150 ming. Bu to'kilar ekan. Ha 100 mingga bermaysanmi hozir? 100 mingga beraman. Sen 100 mingga ham ber. Hammasini. 100 mingga bersang olib qo'y. Yer savdo qil. Bo'l. Usha ber. Tulovi bor ekan, qara. Ha, bir oyda zo'r bo'lib ketadi. Qaranglar, donasini oladigan bo'lsam 150 ming deyapti. To'rovini olsa 100 mingdan 400 ming deyapti. Bu ham bilarkanda, yaxshiga yomonlarni aralashtirib sotib yuboraman deb o'ylayapti. Lekin biz bunday qilmaymiz, olmaymiz biz. Dadang o'zi 120 ming so'm kami bor deb turuvdi buni. Qara, o'ylab ko'r. Karellolar necha pul jupa? 150 ming aka. Karellolar jupa 350 ming so'mdan ekan mana. Qarang, tayyormi bular? Bular nima, Pokistonmi, Eronmi bular? Ha? Pokiston ham deb qo'yishar ekan-ku. Aka bu yoshlardan chiqadimi? Bu aka YouTube'ga qo'yamiz. O'shanga uzoqroq video qilyapmiz. 250 ming dedingmi? 350 ming. Maladoy necha pul olishyapti? 350 ming. Necha pul qilib beryapsan oxiri? 300 ming qilib beryapsan. 300 ming qilib berar ekan mana karellolar, qaranglar. Necha pulga qush oladigan bo'lsangiz, maladoyini jupi o'shani teng yarmi bo'ladi. 300 ming bo'lsa, maladoyini jupini 150 mingga sotsangiz bo'ladi. Mana bu bo'lsa kerak aka, Pokiston, ha? Ha, mana shu Pokiston ekan mana. Ana shu bu Pokiston necha pul? 150 deyapman, buni. Tayyormi? Ha, mayyor maladoymi? Kesimi kichikroq ekan, ha? Bahorga tayyor bo'lar ekan 350 ming so'm ekan. Serobmi uyda aka? Nomeringizni qo'yay desam, Serob bas shekilli, ha? Nomerni qo'yganim. Telefon qilib boshingizni qotirib tashlashadi. Ko'p bo'lsa ekan, qo'yib telefoningizni, ha, bor qushlar desiz. Mana Pokiston. Bu miramirimiz-chi? Jupini 150 ming deyaptilar ekan, yoshroq ekan bu ham. İnşallah bu. Bu neç pul dediniz? 350 ming jupi. 350 ming ekan bu. Musulchalar. Jupi 350 ming so'm. Prostoylarchi? 180 mingdan. 180 ming so'mdan jupi. Novozelanddan. Novozelanddan neç pul? 700 mingdan jupi, bir jup pepsi bu. 700 mingdan jupi, bir jup pepsi bu. 600 ming pepsi. Ha, 600 ming pepsi. Nomeringiz necha? Sizda qush ko'p bo'ladi. 94lik 543 22 25 ekan. Telefon qilaverasizlar. Bu YouTube'ga telefon qilsa, YouTube'dan ko'rib telefon qilyapmiz desa, nima qilaverasiz? Inshaalloh bo'sh joyingiz bo'lsa, bo'sh joydan unumli foydalansangiz, yaxshi bo'ladi. Ana shu qush ham savdo bo'lyapti ekan. Nech pul ekan bu qush? Necha pul qush? Qush nech pul? Necha partiya ishlagan? 2 partiya ishlagan. Modajicha urinibdi. Modajicha urinib, bu oyoqlarni qayerda shildi u? Oyoqlarni shilib olibdi. Keyin griboy ham tushib qolibdi-da. Buni lecheniya qilgansiz, yog' surkagansiz. Endi davolanyapti ekanda bu. Griboylarni shilib olgan. Endi bu meni o'zim tashxisim aka. Nech pul qilib bersiz oxiri buni? 125, 130 qilishyapti. 125, 130 qilishyapti. Yaxshi qilishdi-ku. Narda o'zi necha pul? Bitta sotamiz. Ha, bermasdi 125, 130. Zo'r bo'pti aka. Qo'shilib qolarmi endi? Oshib. Ammo birinchi savdo qilgan odamga dirsa urish kerak. Keyin u ketadi boshqa qush olib. Ekan bu qushlar nech pul mana? Bular 200 ming so'mdan. 200 ming so'm. Aha. 200 ming so'm. Necha kami bor ekan? Bularchi? Bular hali endi anaqa qildi. Bular urushda qatnashganmi?
Syomka Ha? qildik hali endi. Ya u nima mikrofon ishlamay qolibdi ukan, boshqatdan syomka qilyapti. Modalari 100 ming so'mdan. Modalar 100 ming so'mdan. Karellochi, Karello nechi? Karello 400 ming so'm chekami bor. 400 ming so'm chekami bor. Tayyor, a? Ayyo. Zo'r-ku, mana Farg'ona viloyat Marg'ilon shahardagi kombinat qush bozorida biz qush bozorini sog'inganlar, ko'rmoqchi bo'lganlar. Bu nardi sveti boshqacha ekan-ku, a? Spinger aka. Nech pul bu? Nech pul aytasiz aka? Bilmayman. 100 mingni pastida bo'lsa olib qo'yaveraman. Ya, 100 ming emas aka. Ha? 100 ming emasdan. 100 ming emasmi? Nech pul? 150 ming aka. 150 ga qimmatda. 100 ga bo'ladimi? 100 ga. 100 yo'q. Modasini 110 ming deyapti. Modasi qimmatroq yuradi. Modasini keyin ko'rdim, bundan ham seviyatini. 100 ming so'm men Hasan so'ramadim. Sen aytganda ham bermadim-da uni. Spinger to'g'ri, Spinger. Lekin sveti undaqangi Ya boshqa tepadi, ne bichni. Neobishli 17 undan ham tinig'ini ko'rdim. Modani 120 ming deyapti. 100 ming berdim. Moda qimmatroq yuradi. 120 ming kami bor. 100 mingga bermadi lekin u. Modada u. Bundan tiniq. 100 ming so'mga berdingmi? Ha, bo'pti aka. O'sha ana bitta kiletkaga solib. Shuncha qo'yapsiz aka. Ha, YouTube'ga aka. Qushchi Qushlar zo'abzor. kuzataman aka siz. YouTube'ga uzoqroq video qilyapmiz. Uni salafali qapasga solib. Ana do'stlar, ana shu mashhur Marg'ilondagi kombinat bozorida mikrofon ishlamay qolibdi, degan aka haligini ola olmasdi. Akamiz mana Optim Maladoy oladigan akamiz oldiga keldim. Bular nech pul olyapsiz papugaylarni Maladoyni? Papugayni Maladoyni aka 90 minggacha. 90 ming so'mgacha, 80 mingdan 90 ming so'mgacha holatiga qarab olyaptilar ekan. Narx ko'tarilyapti Maladoylar narxi ham. Nimalardi-chi? Karellolarni Maladoychi. Karello 80 ming so'm Maladoy. Donasi. 120 minggacha. Karelloni 80 ming so'mdan 120 ming so'mgacha holatiga qarab olyaptilar ekan. Nimani-chi hali mera tushadigan? 50 mingdan 70 minggacha. Donasini. Donasi. Holatiga qarab 50 mingdan 70 ming so'mgacha. Buni lekin 80 mingdan 90 ming so'mgacha jupini, qolganini donasini aytyaptilar. Hali Amadinka deganini nech pul olyapti? Jupini 45 minggacha. Amadinchani jupini 45 ming 50 ming so'mgacha olyaptilar ekan. Aka, nomeringiz nechi aka? 91lik. 91lik 667 667 71 37. 71 37 ekan. Akaga telefon qilaverasizlar. Uyda ko'proq maladoylaring bo'ladigan bo'lsa, lekin u akamiz shu Farg'ona viloyati bo'ylab olaveradilar. U boshqa shaharlarga, Samarqand, Buxorolarga ko'p Samarqand, Buxoroga bora olmaydilar. Namangan, Andijonlarga ko'p bo'lsa nechta 100 tadan oshiqqa Namangan, Andijonlarga ham, Qo'qonlarga ham boraverar ekanlar akamiz. Aka, salomat bo'ling. Alloh savdoyingizga baraka bersin. Qani bu? Ukamiz. Sop qo'ydingmi? Ha? Mana hozircha ikkita bo'ldi qushimiz. Ikkita bo'ldi qushimiz. Yeb qo'ymaydi. Olma 100 ming var. Mana 100. Bo'pti ekan. Rozi bo'lgana. Xo'p. Agarda bo'sh joyingiz bo'lsa, bo'sh joydan unumli foydalanib, tayyorlardan 20 juft tashab qo'ysangiz, inshaalloh juda zo'r bahorga chiqib yaxshi natijalarga erishasiz. Mana qimmat qush sotadigan akamiz, qimmatga emas, qimmat qush sotadigan akani oldiga keldik. Ya qimmat burish emas, qimmat qushlarni sotadigan, qimmat qushlari bor akani oldiga keldik. Mana qarang, Spinger, babichka deganlari. Ana shu mashhur qushlardan. Oka, mana shu Spinger, babichka nech pul jupi? $100 ga beradi.
$100 deyaptilar. Buni internetda ham $100 ko'rdim. Haqiqatda qimmat qush, yaxshi. Radojniy babichka bilan почти narxi bir xil turadi. Radojniy babichka ham $100, $120. Buni $100 deyaptilar. Nech pul qilib berasiz, Mirkomil aka? 1.100.000 ga berib yuboraman deyaptilar. 100.000 sirazi o'tdilar mana. Mana shu ham Spinger aka. Lekin mana shu narx qimmatroq mana shu. Lekin mana shu modani 200.000 deyaptilar. 200.000 Spingerda. Shu Spingerda 200.000 dedilar. Men o'sha chekkada Spingerda mana setkada turgan. 150.000 berdim, bermadilar. Sveti yo'q, yaxshi ekan. Inshaalloh hozir baliq bozoriga kirib ham bitta video qilaman. Yo, yana qushlar qolib ketdimi? Qaysi qushlar qoldi? Ana shu qushlarning ham bitta narxini inshaalloh sizlarga bilib bersam yaxshi bo'lardi. Yaxshi radojnilar Ulug'bek aka. Nech pul deyaptilar? 250.000 deyaptilar. Jupani. Mana yaxshi sog'lom qushlar sotilgan ekan oldiga keldik. Radojnilarni 250.000 deyaptilar ekan. Vanishlilar. Bu nima degan qush ekan? Novi Zeland degan ekan mana. Nech pul ekan? 700.000 deyapti, 650 ga berma. Jupini 700.000 deyaptilar ekan, 650 ga bermabdilar. Novi Zeland ekan mana. Tayyor ekan, ishlagan ekan. Mana ular nech pul Ulug'bek aka beradi tushganmi ular? Jupin donasini 100.000 dan tayyor a? Tayyor ekan, bular 100.000 dan ekan mana. Va akamizda ham qush ko'p bo'ladi. Telefon qilib olib ketishlaring ham mumkin. Aka, nomeringiz necha edi sizni? 90 300 46 76. YouTube'ga qo'yib qo'yaman aka. Telefon qilib qo'yishar inshaalloh. Marg'ilonda agar bilsalaring Anvar Qassob degan ko'cha bor. Ana shu ko'chada akani uylari. Borib uylaridan ham ko'rib olib ketishlaring mumkin. Shunaqangi qushlar, xilma-xil qushlar boqadilar mana. Maladoylar mana olyaptilar ekan maladoylarni. Inshaalloh telefon qilaverasizlar. Hozir Amadinkani ko'rmayapman. Amadinkani narxini sizlarga bilib beraysam, Amadinka ko'rmayapman. Papugaylarga talab kuchaygan qandaydir Allohning izni bilan. Mana savdo bo'lyapti. Bering deyishyapti. Berishmayapti. Nech pulga berasiz? Bu joyga o'tirib qolsa yuboraveradi. 145.000. Qaysini aka? Keling, qapasda. Ya, bering deydi. Zor ekansiz, birodar. Bering deydi. Hali odamsiz, oyoqqa do'stmiz. Qaysini aka? Haydi qushni ko'raydi, to'g'ri. Qaysi bir? Bering aka. O, giriboy tushganmi? 150 bering oling. Ya, bilmayman, qayta olaman. Sariq bilan zilyon demoqda nech pul berdi? 140. Lekin sveti ham boshqacha ekan. Sveti ajoyibroq ekan. 145 berishga bermayaptilar ekan. 500 so'rayapti. Ya, 5000 deydi. Yaxshi berasiz aka? Endi ishlamagan, Zo'r berasiz. Prostoyda baribir. 145 ga berilmayapti ekan, lekin tayyor ekan mana. Tepadagi narx bilan. Bering, u bozor deb olay-yu. Haydi bozorda, hamma bozorda, bu yerda hech kim begona emas. Hamma hozirda nima qilsa tanish bilish lozim. Qarindoshlar chiqib qoladi. To'g'ri aytdingiz aka. Akani bering. 5000 so'm. 5000 so'm batla talash bo'lyapti ekan. 150 bering deyaptilar ekan akamiz. 145 deb. 145 deb o burchakka o'tyaptilar. Ye, Spinger moda ketibdi-yu, ha? Nech pulga? 110 mingga. Ashani oldiga kelyapti u nima? 110 mingga sotilib ketibdi Spinger moda. Yaxshi aka, barakasini bersin.
Amadinka ko'rmayapman. Amadinkalari bir narxini bilib bersam sizlarga. Hali ham 5000 talashib turibsanmi bermasdan? Berib yubordingmi? Ber. Shular sotsang-chi undan keyin. Radujnilar. Tayyorga dicha bor, tayyorga lekin tayyor emas. Mana. Mana qarang, nemislarda katta-kattalari bor ekan, maytda. Egasi bormikan? Mana nemislarning yiriklar. Nemislar 600 ming, 600 ming. jupa 600 mingdan ekan, nemislar qarang. Mana chekkada nihoyatda yirik ekan, modasi ham. Bu qushlar nima ekan nomi? Razella. Nech pul jupa? 2 million. 2 million. Tayyormi? Tayyor. Tayyori 2 million ekan razellolardi. Bularda jupi 300 mingdan ekan. Qora qanotga o'xshab ketar ekan, lekin qora qanot emas bular. Mana uchi aka qora. 150 ming. 150 ming. Maladoymi? Donasi. Maladoy ekan. Bu nima degani? Maska. Qora maska ekan. 150 ming donasi ekan. Qushda mana savdo bo'lyapti qush bozorida. Odamlar qushlarni bu narda o'zini turishini qarang. Prostoy nar ekan, u gibrid ekan. Bu nar nech pul ekan? 100 ming ekan. Ama kesimi katta ekan. 100 ming ekan. Kesimi katta ekan, gibrid ekan. Aka bular nech pul jupa? Bular 550 mingga 850 ming. 550 mingga 850 ming nimasi? Kafenisi 850 ming. Ha, o kafenisi qimmat. Ha, 850 ming. 50 ming. Ha, mana unisi 550 ming. Bular tayyor, ha? Yo'q, maladoy. Maladoymi? Ha. Maladoy shunaqa narxmi? Bular silver deydi. bular Silver. kafeni deydi. Ha, bu Prostoy silver. emasda, ha. Silver, ha. Bular silver. Maladoy bo'lib, maladoydan chiqib qoldi. Ha. Matoyga ishlaydi. Bu svet qimmat bo'lyapti-da. Silverda arzonlari ham bor, ha? Yo'q. Prostoy. Oqi bilan qorasi Oqi bilan qorasi. Silverda. Silver bas. Yo'q, mana shu kattasi bor-ku, katta Amadinka. Yo'q, o'sha Prostoy. Prostoy. Ha, Prostoy. Ular Ha, arzon. Vispga. Ha, Ha, Vispga. Ha, mana o'sha. Prostoy arzon. Ha, mana Kafenilar misol tayyor bo'lsa 100 dollar. ha, kafenilar tayyor bo'lsa 100 dollar. Bormi odam? Qarang, kafenilar. 90 ming. Ikkita kafenisi bor ekan, 850 mingmi? Ha. Anovlari 550 ming. Qimmat ekan. Bu o'zi buni tuxumini o'zi ochib katta qilaveradi, yo jildirish kerak. Ha, guldanikini jildiradi. Guldan jildiradi, buni jildirmaydi. Guldani jildirar ekan. Buni jildirmas ekan, bu o'zi buni 100tagacha olib chiqaveradi. bumi? Ha. 7 oyda tayyor bo'lar ekan. Bu papugay bilan bir xil ekan, 7 oyda tayyor bo'lar ekan. Lekin amadinkalar tez tayyor bo'ladi. 8 tagacha tuxum qo'yyapti deyishyapti mana. Inshaalloh mayli, savdolaringga baraka bersin. Bu burchay tovuq bozori bo'lgan. Tovuq bozoriga kirmay qo'yavering do'stlar. Tovuqlar narxini bilasizlar, o'sha narx. Tovuqlar narxi o'zgarmaydi. Semizroq bo'lsa qimmat bo'lishi mumkin-ku. Lekin mana kanareyka deganini ham bu qushga ham qiziqavermayman. Sayratib buni qafasning ichiga solib yaxshi emas. Inshaalloh. Mana qafas ginezno sotadigan joylarga keldim inshaalloh. Gineznolar nech pul ekan? 12 ming. 12 ming. 10 ming so'mdan bu. 10 ming so'mdan. Ammo qalin nimadan qilgan ekan? Baquvvat. Buni ichkaridan ilsangiz yaxshi, lekin qafas tashqaridan iladigan bo'lsangiz bu og'irlik qiladi. Og'irlik qiladi. Bularchi? 40 ming. Mana ular nima ushlaydiganlarmi? Bu qopqonlar nech pul? Ular 40 ming kami. 40 ming kami bor. Kattasichi? Bu 100 ming kami va 200 ming kami. Bu 200 ming kami bor. Birdaniga 4 ta ushlasa bo'lar ekan. Subhanalloh. Qarang. 4 ta ushlasa bo'lar. Qopqonlar. Tuzoqqa tushib qolmanglar. Bu qafas nech pul bu?
bu 2 dona. Ha, bu ikkitali ekan. 200 ming ekan, qarang. Bitta kletkasi 100 mingdan ekan. Buni ichiga gnezdo sig'adimi? Ha, gnezdo sig'ar ekan mana. Bemalol gnezdolar solib qo'yish. Okey. Qarang, endi shunaqangi zamonga keldik. Ara to'ponni ham paketga solib olib chiqib sotadigan zamonga keldik. Ara to'pon nech pul? 2000 so'm ekan. Apilka. Aka, bu kattalari-chi mana? 230 ming. Bu ham 2 xonali ekan. Bu eniga ekan. Bu uzuniga mana. 200 ming qilib berdilar. Ha? Bu qafasda 200 ming qilib beribdilar. 1,5 metrli taypan erkali. O'rtasi bo'lingan. O'rtasi bo'lingan. Juda ajoyib. Amerikasiga. Panerkasiz 170 ming. 120 lik, ikkita eshik bu ham. Aka, mashina kelyapti, nima olib Salomat bo'ling akam, tinchmisiz? Mana ana shu oilaviy qafas bilan shug'ullanadigan Kamoliddin akamning oldilariga keldim. Kamoliddin akani nomerlarini qoldiraman. Kamoliddin aka, assalomu alaykum. Bormang. Alloh baraka bersin savdoyingizga. Bu nimaniki bu? Bu Karella, Pepsi, Novi Zeland, Perikuri. 4 xil qushga bo'lar ekan. Bu nech pul? Bu 20 ming. 20 ming so'm. Bular 10 ming o'sha. 12 mingligi bor. 12 mingligi bor. Eniga qilingani bor ekan, 12 ming ekan. Nera dushkalarga, fisherlarga. Amadinkalar kichik. 5 ming. 5 ming so'm. Bular 6 ming so'm o'sha. Ba'zi bir insonlar haligi plasmassa qo'ndoq qiladi-da, ana shu plasmassa qo'ndoq bo'lmas ekan. Chunki qushlar ham o'z haligi tirnoqlari bilan mana shu narsani ushlashligi kerak ekan. Shunda tirnoqlari ham o'sib ketmas ekan qushda. Keyin nar modani bosayotganda tushib ketib qolmaydi, mahkam ushlab turadi. Uyingizda plasmassa qo'ndoqlar bo'lsa, mana shu reykalardan olib, mana shulardan qatirib qo'ysangiz, o'rniga effekti yaxshiroq bo'ladi. Chunki qushga birozgina tabiiylik kerak bo'ladi, do'stlar. Ana shu narsaga e'tibor beringlar. Bu nimalarimiz bo'lsa, bular nech pulida? Bu karmushlarimiz 5 mingdan kattasi. Buni kichkinasi bor edi, ha? Narsa borda oda qo'yib qoldi. Oda oldim, o'shandan olaman dedim men. Mana u nimaga? Bular o'sha karelaligimizdan. Maxsus. Yeb olmasligi uchun. Bu ana kaptarga. Bu Kaptarga. Kaptarga 15 ming ekan. Bu qafaslarchi Kamoliddin? 240 ming baho aytyaptilar. 240 ming. Baho aytyaptilar. Mon kichkinasi o'zingizga. Bu 120 ming so'm, 1 metr. Bu kichkinalari 120 ming so'm. Kamoliddin akani nomerlarini qoldiraman inshaalloh. Telefon qilaverasizlar. Marg'ilonda nechinchi maktab? 24-chi maktabning oldida To'ramlar mahallasida. Nomeringiz nechi edi Kamoliddin aka? 90 535 98 83. Kamoliddin aka desalaring, yoshlari ham katta odam. Inshaalloh zaril bo'lsa zakaz qilaverasizlar, chiqarib beraveradilar pitaydan. Mana shundan 20 ta Qo'qonga chiqarib yuboring desalaring, pitaydan chiqarib oladilar, kartaga pul tashab qo'yaverasizlar inshaalloh. Ish bitaveradi. Bo'sh joylardan unumli foydalaninglar inshaalloh. Shunda ya'ni qo'shimcha ish bo'ladi, qo'shimcha daromad bo'ladi. Mikrofonimiz yo'qligi uchun ovozimiz tiniq bo'lmagan bo'lsa, inshaalloh rozi bo'lasizlar xato kamchiliklariga. Iloji boricha Alloh qodir qilgancha qushlarning narxini sizlarga tushuntirib berdim. Maladoylarning narxini, tayyorlarning narxini, nemislarning narxini. Bizi Instagramda qushlar zo obzor degan blogimiz bor. Bu blogga ham kirib ancha muncha qushlar haqida ma'lumot olsalaring bo'ladi inshaalloh. Va YouTube'da qushlar zo obzor, Telegramda qushlar zo obzor guruhimiz bor. Agar qushlar zaril bo'lsa, bolali qushlar, tuxumli qushlar, bola ochib turgan qushlar va qimmat qushlar, double black, black face, shunga o'xshagan chet davlatlardan keltirilayotgan qushlar zaril bo'lsa,
bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha mana u monopoliya qilib olganlardan arzonroq qilib beramiz. Assalomu alaykum. Kuzatib turasizlar va duo qilib qo'yasizlar.